Bu videoda xandon pista va qulupnayli maritotsi retseptini ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz sizga yaxshi promokod ham beraman. Birinchi bo'lib krem tayyorlaymiz. Sifatli oq shokoladga xandon pista pastasi bilan glyukoza qo'shamiz va ustidan qaynoq slivka quyib, yaxshilab blenderda aralashtiramiz. Oxirida muzli slivka quyib, yana bir marta blenderda aralashtiramiz. Ustini strich bilan yopib, bir kechaga muzlatgichga olib qo'yamiz. Xamir uchun sut, shakar, droji va tuxumni birlashtiramiz. Keyin un, tuz qo'shib xamir qoramiz. Saryonni xamirga sekin-sekin qo'shib boramiz. Yaxshilab qorilgan xamirni zuvola qilib 40 daqiqaga xonada qoldiramiz. Multipack strichini maxsus pichog'i bo'lgani uchun u bilan ishlash juda qulay. Oshgan xamirni 80 grammdan bo'lib, uzunchoq shakl beramiz. Pergament yozilgan listga terib, iliq joyga oshirishga yuboramiz. Pergamentimiz ham Multipack brendiga tegishli, sifati menga yoqdi, sizlarga ham maslahat beraman. Bulочкаlar oshib chiqdi, ularni 160 gradusda 15 daqiqa pishirib olamiz. Ungacha xandon pistali kremni mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Natijada bizda juda yoqimli muzqaymoqqa o'xshagan krem hosil bo'ladi. Bulочкаlar pishib chiqdi, ularni orasini kesib, qulupnay solib chiqamiz. Qolgan bo'shligini krem bilan to'ldirib tekislaymiz. Xohishga ko'ra sahrni pudra bilan bezatsangiz bo'ladi. Mazasiga keladigan bo'lsak, uni shunchaki yeb ko'rish kerak. Aytgancha Multipack mahsulotlarini uzun marketdan xarid qilsangiz bo'ladi. Opisaniyadagi promokod bilan 30% chegirmani qo'lga kiritasiz. To'liq retseptni har doimgidek opisaniyada qoldiraman. Bu shirinlikni albatta tayyorlab ko'ring.